Farg'onada bo'lgan bir voqeani gapirib beradi. Yosh bola, Sherzodga. 8-12 yosh atrofida-da. O'sha oilani egasi erkak kishi, qori inson, masjidda imomlik qiladigan odam bo'ladi. Ruslar tomonidan bosib olinayotgan payt, bu 1855-60 yillarning davri haqida gap ketyapti. Imom bo'ladi, o'ldiriladi. Bu bola maktabda o'qituvchisi aytadiki, payg'ambar Muhammad bilan Lenin bir xil odam deganda, boyaga 12 yosh bola, "Yo, payg'ambar Allohdan keladi. Lekin Lenin inson-ku" degan gapini gapirganda, "Sani familiyang nima?" deb so'rab qo'ygan ekan o'qituvchisi. Shuni kelib bola g'ururlanib onasiga aytib beradi. "Men dedi, bugun maktabda shuni so'rashdi, onajon, men shunday deb aytdim, to'g'ri tushuntirdim" deydi. Onasi va farosatli ayol-ku aytadiki, "Sani ham boshing yetilibdi bola. Endi sani ham ro'yxatga olishdi. Endi men sani faqat joningdan omon qolish uchun hujjatga chiqarib olaman." Ana o'sha bola Farg'onadan Afg'onistonga chiqib ketgungacha yurgan 12 kunlik yo'lini kitob qilib yozgan. O'sha Hoshimiy 85 yoshida Pokistonda qazo qiladi. Vatandoshimiz Farg'ona